Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Madaddan 5 daqiqa loyihasini davom ettiramiz. Fuqarodan quyidagicha savol kelgan. Men bolalar nafaqasi olish uchun ariza qoldirgandim. Rad javobi keldi. Sabab nomimda mashina bor. Lekin mashinani ishonchnoma, ya'ni haydash huquqi bilan boshqaraman. Ijtimoiy xodimdan so'rasam, ishonchnoma bilan mashina bor deyapti. Shu sababli rad qilingan. Shu to'g'rimi? Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 35-sonli qaroriga ko'ra, qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda oila a'zolari nomiga rasmiylashtirilgan yoki ularning foydalanuvida bo'lgan yoxud ishonchnomaga asosan quyidagilardan kamida bittasi mavjud bo'lganda ariza rad etiladi. Ishlab chiqarilgan muddati 12 yildan oshmagan. Oila a'zosi bolalikda nogironligi bo'lgan bola, birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, 7 yildan oshmagan. Texnik holati soz bo'lgan va qidiruvda bo'lmagan yengil avtotransport vositasi. Xulosa qilib aytganda, agar siz avtomobilni ishonchnoma orqali boshqarayotgan bo'lsangiz va avtomobilning ishlab chiqarilganiga 12 yildan oshmagan yoki bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxs yoki birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsning foydalanuvida bo'lgan avtotransport vositasi bo'lsa, ijtimoiy reyestrga kiritish to'g'risidagi arizalar rad etilishi mumkin. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.